Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdon, alhamdulillah yana bir cho'rnoy holatdagi ijodni o'z nihoyasiga yetkazdik. Mana bunday sodda nima deydi, eng foydalanadigan holatda. Xo'p, marakalarga bitta 60 talik, 30 litrlik chugunli qozon hamda 100 litrlik suyuq ovqatlarga qozonimiz. Hop, yoqdik. Hozirgina hop ichiga agnopolni g'ishtdan qilindi inshaalloh. 30 yil garantiya beryapmiz, lekin agnopolni g'isht qo'yilgandan keyin undan oshiq turadi. Undan ko'proq turadi inshaalloh. Bu yerga gaz plita, bu yog'iga moyka. Xudo xolasa tepalarga va chizib qo'yganmiz inshaalloh. Mana zontiklarni qilib, zontikni ham kafildan qilib beramiz. Xo'p, bu holatda qoldirdik hozircha. Inshaalloh ertadan kafillarini boshlaymiz. Kafillarni ham yopishtirib berib, qora Angola Black Xitoy metallogranitidan foydalanamiz inshaalloh. Shularni yopishtirib yana bir xudo xolasa video obzor qilamiz. Bungacha sabr yetmadi. Bu qator ko'raylik deb nima deydi? Baba qozonni nima qiladi? Qozonni o'zini pishirib olish kerak edi. Suvni qo'ydik, tuzlarni soldik va yoqishni boshladik. Xo'p, ko'ramiz endi qanchada qaynayotgan. Hop, polani bekitamiz. Mana qopchada bir qog'onimda mayda o'tillar bor edi. Ularni yoqishni boshladik. Mana shu o'tillar inshaalloh hali yetadimikan qaynatishga. Hozir korobkani olib kelganda bir tutashlarni, tortishlarni ko'raylik. Agnopolni g'ishti bilasizlar qadrdonlar, bitta qorayadi va xuddi tandir singari qorayib sekin oqarishib o'tadi. Chiroyli bo'lib oqarib oladi. Boya bitta to'ldirdik. Yana bitta to'ldiraylik, xudo xolasa. Menimcha qaynatib boradi. Ko'ramiz endi. Eshiklarni hozircha sim bilan o'rnatib turdik, ya'ni yechib olamiz va kafil bo'lgandan keyin yana o'rnatib qo'yamiz. Qani bir inshaalloh. Mana cho'rnoy holatda tortishlarni bitta ko'rib olamiz. Qanaqa bo'ldi ekan? Inshaalloh zo'r. Mana ovozlari chiqishni boshladi suvda. Mana qarang. Super pilisos holatda. Pastga tushirib orqaga tortchi. Go'zal. Mana shu holat 25-30 santimetrdan inshaalloh tortadi. O'tinga ekan 1 gram qoraytirmaydi. Va juda uzoq yillar inshaalloh xizmat qilib beradi. Yana ichki sxemalarini o'sha kanalli deymiz, kanal orqali polni sovutish tizimi bilan bor. Mana shunday mana.
mana qadrdon. Ko'ring, qancha masofadan tortib ketyapti. Mashallah. Shu uchtasiga bitta mora. O'rtani ochib endi kutibcha. O'rtadagi qozonga. Xo'p, ikkita nima tushadi, zondi tushadi. Shu xudo xolasa bir ko'zgacha qilib, angola bilak bilan qilamiz. Mana o'rtadagi endi nima deydi, mo'riga aqligi uchun juda bir pilisos. Mashallah. Xuddaligi ichida ventilyator borga o'xshaydi. Qayerdadir bir qilganimizda kimdir so'ragandi, ventilyator qo'yasizlarmi bunga deb. Ventilyator qo'yilmaydi, samoxod mana shu holatda bo'ladi. Bo'ldi, bektaqa. Xo'p, mana videomiz 6 minut bo'libdi. Buni yoqqanimizga 5 minut oldin yoqdik. Va общий 10 minut. 10 minut bo'ldi. Siz ko'ramiz hozir qanchada qaynar ekan. Ovozlarni eshityapsiz, o'sha qaynashga kelib qoldi. Xo'p, keyin baland qilmoqchi bo'lsangiz, ostini ochasiz. Shabada uradi yana ham. Kanallardan tashqari oshiqchani qo'shimcha shabada bo'ladi. Olov yana ham katta yonadi. Qozonga yana ham ko'proq beradi. O'shanda yana ham tez bo'ladi. Bir me'yorda ketsinsangiz, qo'pol bekik turaveradi. Birdan o'sha havo kanallari bilan o'zi zo'rlab yonaveradi. Mana o'sha qaynashga keldi menimcha katta qozonimiz. Mashallah. Mana qadrdon. Xo'p, 5 minut yog'i, 7 minut yog'i, 12 minut. Ol ana oldinroq yoqqan bo'lsak ham 20 minutda qaynagan bo'lsin mana. Marhamat. 20 minutda ana shunday varaqlab qaynab turibdi. Bunisini shu 5 minut, 4 minut, 5 minut keyin yoqdik. Ham yaqin qaynab qoladi, xudo xolasa. Kutamiz ozgina. Xo'p, xonani razmerini aytib o'tib ketsam, bunaqasiga 5 metr. Bu yog'i 2.20 mi? Shunaqa 2.20. Mana shunday. Zo'r bo'lib tushdi. Yana o'rtaga mavitga заготовочный qilib berasiz deyapti. Ostrov derkan, xullas o'sha 80 sm ga menimcha 2 metr заготовочный stolimiz tushadi. Buni ham bir qizib inshaalloh topshiramiz. Bitta qozonimiz o'tdi inshaalloh. Qaynovdan. Bunisi ham yaqin qoldi. Shu o'tin yetadi bemalol. Xudo xolasa hozir qaynatib boradi. Xullas qadrdon 15, uzoq 20 minutda tayyor bo'ladi xudo xolasa. Sho'rva solinsa bir 20 minutda qilinadi. Keyin o'sha o'zingiz biz ketgandagi ishlatayotgan paytingizda ham o'sha yoqib pastroq yoqiladi. Buni katta ko'p o'tin solib yoqilmaydi. Pastroq holatda bir 4 ta 5 ta tashlab yoqib, asta-sekin pishirib olsangiz zo'r bo'ladi. Chunki qozonlar nihoyatda bir nima deydi, tez variantda bo'ladi. Kislorodlar, polniy havo kanallari o'sha olovni issiqlikda siqib qozonga siqib beradi. Shuning natijasida xullas juda tezlik bilan mana qozon qiziydi. Juda tez qiziydi.
Shuni hisobiga juda katta qilib baland qilib yoqmagan ma'qul. Xo'p, 10 minut. 5 minut oldin yoqqan bo'lsak, 15 minut bo'ldi kichkina qozonimizga. Ozroq kutamiz yana. Parlanishni boshladi. Yuzliligimiz hali ham varaqlab qaynab turibdi. Qaynadi menimcha. Marhamat. Hey, maşallah. Maşallah. Juda qaynab chiqdi. Rostdan videoga olishdan 5 minut oldin yoqildi, suvlar to'ldirildi, tuz solindi. Mana 11 minut bo'lgan bo'lsa, 16 minut qoldi, 20 minutda qaynagan bo'lsin. 20 minutda mana 60 litrlik qozonimiz. Ko'rdilaring, mana bu qopchadagi 25 kilolik qopchada mayda juda o'tinchalar bilan, bu yerda ortib ham qolgan ozroq. Mayda juda o'tinchalar bilan inshaalloh qaynadi. Xo'p, qadrdon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh panohiga. Zakaz bermoqchi bo'lsangiz, avgust oyiga inshaalloh avgust oyiga zakaz olamiz. Zaklab tashlaysiz. O'chirtga yozaman. Xudo xolasa o'chirtga kelishi bilan inshaalloh borib go'zal qilib bitkazib beramiz. Xo'p, xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab yoki-da butun dunyo bo'ylab kimga ma'qul kelsa, shunday go'zal qilib bitkazib beramiz. Qadrdon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh panohiga, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Inshaalloh o'sha gap siznikida ko'rishaylik. Salomat.